Muhammad Shayboniy xon atigi 300 ta askar bilan yengilmas Temuriylar armiyasini daryoga g'arq qildi. Va asli u kim edi va u qanday qilib Samarqandni tortib oldi? Tarixiy Rashidiyda yozilishicha, asl ismi Shohbaxt bo'lgan bu yigit Chingizxon avlodi qudratli Abul Xayr xonning nabirasi edi. Ammo bobosining o'limidan so'ng butun mulkidan ajrab, vatansiz qochqinga aylanadi. Yevropa tarixchilari va Boburnoma tasdiqlaganidek, u jon saqlash uchun aql bovar qilmas hiylaga o'tadi. O'zining ashaddiy dushmanlari Temuriylar xizmatiga ozgina navkari bilan oddiy yollanma askar bo'lib kiradi. 1488-yil Xondamirning Habib Usyar asarida bitilgan mudhish kun. Chirchiq daryosi bo'yida Temuriy sulton Ahmad Mirzo va Toshkent xoni o'rtasida hal qiluvchi jang boshlandi. Temuriylar safida turgan Shayboniy xon kutilmaganda dahshatli xiyonatga qo'l urdi. Bu kutilmagan xiyonat yengilmas Temuriylar armiyasi ichida qiyomat vahimasini uyg'otdi. Sarosimaga tushgan 10 minglab askarlar o'zini yo'qotib, Toshqin daryoga cho'kib halok bo'ldi. Aynan shu makkorona hiyla kechagi oddiy qochqinni Mavarro un-Nahrni titratuvchi cho'l bo'risiga aylantirdi. Va bilasizmi? Yengilmas Amir Temurning buyuk poytaxti Samarqand qanday qilib Shayboniy xonga bitta ham o'q uzilmasdan sharmandalarcha jangsiz taslim bo'ldi. Sulton Ali Mirzoning mudhish xatosini keyingi qismda fosh qilamiz. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.